Assalomu alaykum hurmatli mo'jizaviy kanalimiz aziz obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar, bugungi videorolikimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Qizilbayroq mahallasidan. Bular hurmatli obunachilar, videorolik ko'rishdan oldin albatta like bosib, gumburlatib qo'yasizlar. Kanalga obuna bo'lishni ham unutmaysizlar. Hurmatli obunachilar, bugungi video syomkamizni boshladik. Hozirgi kunda jami molxonamizda hurmatli obunachilar 13 ta katta molimiz bor, 3 ta buzoqchamiz bor. Bir qator ishlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Molxonamizda boshidan boshlaydigan bo'lsak, birinchida katta shvetimiz sog'in. Hozirgi kunda bolasidan tashqari 12 ta 13 ta holatiga qarab sog'ib olyapmiz. 5-4 ta bolasiga qo'ygizyapmiz. Agar to'liq sog'iladigan bo'lsa, bu sigir 20 ta yon yerda sut berar ekan. Chunki mana har kuni rejimi ertalab 5 ta, obeddan keyin 5 ta sog'ib olinyapti. 2 mahal sut olib ketilyapti. 5,5 ming so'mdan sut topshiryapman. Hurmatli obunachilar, mana bu yelin holatlari. Erta bilan soat 5:30 da sog'ib olingan. Mana уже yelin to'ldi. Hozir soat 3:30 bo'lyapti. Yana 1,5 soatdan keyin sog'iladi mollarimiz. Birinchisini tuqqan, buni bolachasi shvet, u narada qo'raga baylab qo'yganman, uni ham ko'rsataman. Ikkinchimiz bu ham shvetchamiz. Bu ham birinchi qoringa tuqqan. Kanalimizda eskidan kuzatib boradiganlar bilan bular hammasi xunachiligida kelgan. Hammasiga o'zimiz qochirib, ko'pi o'zi qochib qolgan, bular o'zimiz qochirganmiz. Buni qochib qo'yilib kelgan, bo'g'oz holatda kelgan. Buni ham hurmatli obunachilar 10 ta oshiqroq suti bor, lekin hali mol kurak chiqarishga ham kelmagan, bo'zak ekan. Bu hali o'sib katta bo'lib ketadigan mol. Hozirgi holatda o'sha 10 ta bag'da suti bo'lsa, ertadan keyin ikkinchi bolasida aniq 15 ta ustiga chiqib oladi. Mana yelin holati, bu ham o'sha 5 ta sog'ilgan mol. Buni bolasi xunajin. Uchinchi molimiz cho'janor. Bu ham mana shu o'zimizning molxonamizda qochgan. Mana shu Novvosdan qochgan asosiy mollarimiz. Buni ham 8 ta abag'da suti bor. Videoda ma'lumot aytib ketaman. Birinchi mana shu 3-molimizni hozir sun'iy urug'ga qo'ydirib qo'ydim shvetga. Bunga 3 kun bo'ldi, unga 5 kun bo'ldi. Plus minus edi. Keyin yana bitta narsa, mana shunga adashmasam 5-kuni, 1-kunimi, o'sha 5 kun bo'lib qoldi, urug' qo'ydirdim. U orqasidan hozir unaqa oqnaqa kelib qoldi. Tushunganlar yozib oringlar, bu mol qochdimi, qochmadimi, yo yana qayta talab bo'ldimi. Buni ajinligida talab bo'lganda molxonani buzib yuborasiz. Bunaqa maramadi ham bu. Novvosimiz hurmatli obunachilar. Bundan ancha zot olindi. Holatlar. Mana qarang. Mol. Bu bellar. Gibrid mol. Bir naqam bitta qo'ra qilib sigirlar bilan qo'yib yuboryapti. Bir naqam hamma molimga semental urug' qo'ydirib bir qator semental tushirsammi bollarini degan naqam bor. Novvosimiz 600 kilo ustida. 4 kurak bo'pti. Meni qo'limga kelganiga 1 yildan o'tdi. Olganimda bo'zak edi lekin. Buni 3 yasharli novvosda. Bu ham yo shetda qochib qolgan shu novvos sho'xligidan. Yo bo'g'oz kelgan. Oktyabr oyida kelgan. Oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun oyida turibmiz. Bo'lsa bo'lmasa shu novvosdan qochgan. Endi tushadigan bolasini ko'ramiz. Bu ham tez kunlarda tug'adi. Cho'jan. Eslaringizda bo'lsa, bizni kanalni kuzatadiganlar biladi. Mana shuni qochirib o'zim video syomka qildim. 30-mart kuni Novvosga qo'ydim. 5 kun bo'ldi, o'ziga tushirtirdim. Bo'g'oz ekan, qochib qolibdi. 2 oylik bo'g'oz chiqdi. Xudo xohlasa bu ham sigir bo'lar. Bu
Rasa ko'p talab bo'ldi, atay kutdim, vesi kattalashsin, yaxshi sigir bo'lsin deb atay kutdim. Hozirgi holatda vesi 400 kilo plus keladi. Shu 350 kilodan o'tganda vesi novvosga qo'yganman. Bu yangi shvetimiz. Buni bozordan oldim. 8 ta suti bor dedi. Hozirgi kunda 6-7 ta sut beryapti. Mol juda ham qarovi past ekan. Qonlarni zo'rg'a endi chiqarishga naqa qilyapman. Bilasizlar, atalada boqaman, atalarni ichib yormayapti. Atalarni ichganda qonni zo'r chiqib ketadi. Lekin Silvestre bitta qo'ymay yeyapti. Xudo xohlasa buni ham gumoni bor dedi, qo'yilgan dedi, bilmayman. Endi gumoni yo'q bo'lsa novvosga qo'yamiz. Bu ham yaxshi sigir bo'ladi, xudo xohlasa o'shanga naqa qilib oldik. Lekin o'ta ham yuvosh ekan, mana yelin holatlari. Sekin sut ko'payyapti. Kelganda 6 dedi. Endi bozorga normalni naqa dimlab chiqishgan ekan. Bolasidan ajratilgan sigir dema. Mol lekin o'ta ham yuvosh mol ekan. Shvet. Navbatdagi molimiz, hurmatli obunachilar. Buni ham gumon deb yurasdik. O'zi qochganga ham o'xshasdi. 5 oydan o'tgan bo'g'oz chiqdi bu. 5 oy 6 oylik bo'g'oz chiqdi, xudo xohlasa. Bu ham tug'ib beradi. Kichkintoylarimiz o'tgan safar aytdik, bu bilan nargini 23,5 ga, 23,300 ming so'mga oldik. Ular ham yeb ichishi yaxshi o'zgaryapti, ko'z tegmasin. Bunimiz ham 8-oyga o'tib qoldi. Tez kunda tug'adi. Jo'jan var endi bitta ko'rsat. Biz yelinlar sekin solishni boshladi. Bitta ma'lumot uchun aytib ketaman, hurmatli obunachilar, shu yerda. Buni o'tgan yili avgust oyida oldim. Qochib qolgan ekan, yemlab olib chiqib ko'nimdagi narxga kirmagan, qaytarib kelganman, bozorga olib chiqib sotmaganman. Qaytarib olib kelganman. Keyin novvos oldida turasdi, novvos irg'ayman deb harakat qilmaganda bu molga. Bu mol bo'g'oz bo'lib qoldimikin deb keyin qo'l soldirib ko'rdim, bo'g'oz chiqib qoldi. Ma'lumot uchun o'tgan narx-navoni solishtiringlar. Mana shu xunajilar pashti 11,5 dan jicha oshiqroqdan tushgan bo'lsa, mana shu 12,5 million so'mga olinur. Hozir bo'g'oz bu 90-30 tepasida bemalol ketadi, lekin sutga ishlayman deyapman, sutdor mol chiqadi bundan. Mana holatlar. Kallalari ham novvosga o'xshaydi, enli mol. Mana hurmatli obunachilar, bu sherik yaxshi, bu nari xunajimiz 23,300 ming so'mga oldi. Cho jonim, cho. Turgisi ham kelmayapti. Ha. Doğulasa avgustgacha yetilib qoladi bular semizga. Bular sutdan qisib qo'yilgan ekan. Bunimiz ham uje yelinlar solishni boshladi. Chiroyli mol bo'ladi bu ham. Shu faqat yuvoshtirish kerak. Ikkita maynaqa xunajinim bor. Yelini nushattirmaydi. Balki tuqqandan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Qizil ham shunaqa edi boshida. Tuqqandan keyin yaxshi bo'lib ketdi. Lekin et boshlari zo'r, go'zal. Mana novvosimiz. Cho'jan. Cho. Novvos ham 600 kilo plus chiqib qolsa kerak. Suvayli novvos. Bo'g'lasa bularni ham alishtiramiz tez kunda. Kuzatib turasizlar, videolarni qo'yamiz. 600 kilo plus chiqadi. Ajjalo. Ikkala novvos ham qonni yo'q, chiroyli novvos, yaxshi semirgan. Mana novvoschalarimiz. Buni 40 endi chiqadi. Bu katta shvetimiz bolasi.
Mana shu yerga qo'ra qilib qamab qo'yganmiz. U bundan bir haftalik kichkina. Birinchi tug'ishi bo'lgani uchun kichkina tug'di buni. Ikkinchi shvetim. Ularga 2 oylik bo'ldi. Cho'jani. Turgisi ham kelmayapti. U baqbaqalar qarang, o'zchani. Yaxshi ko'z tegmasin, bular ham yaxshi o'zgaryapti. Beshta sog'ilsa enalari soat 7-8 gacha enasini tayib yuradi. Ertalab ham sahar 5 ta sog'ilsa soat 7-8 gacha yana bo'sh yuradi. Keyin mana shu qo'raga qamab qo'yamiz ular. Mana shvedga toza shved tushdi mashindan. Suvaylik. Buni ham oldilari juda zo'r. Oldilari keng bo'ladigan bu. Mana irg'iyman deydi. Jonivar. Mana holatlar. Bularga hurmatli obunachilar, makka uni, kepak adham bor granulasidan aralashtirib tashlab qo'yganman. Shundan yeb yurishibdi. Yenasini ham yemadi bular. Uchovi. Shunaqa holatda boqilyapti, hurmatli obunachilar. Endi taylariga hech e'tibor bermaysizlar, kechki payt tortamiz. Jonivar. Mana shu holatlar. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasizlar.